Shu chaqda Hazreti Aysoning atrofiga nurg'un odam o'lishib edi. U o'zining karomat ko'rsatishni talab qilgan kishilarga mundaq dedi. Bu zamonning odamlari nima degan o'sal? Bular karomat ko'rsat deb turdi. Biroq sizlarga Yunus payg'ambarning karomatidan boshqa ko'rsatadigan ikkinchi karomat yo'q. Yunus payg'ambarda yuz bergan ishlar Ninavi shahridagi xalqqa bir mo'jizalik alomat bo'lganiga o'xshash. Menda inson o'g'lida yuz beradigan ishlarmi bu avlodga yana shundaq mo'jizalik alomat bo'ladi. Qiyomat kuni Arabistondagi Shaba podshohligining ayol podshohi o'rnidan turib, sizlarning ustinglardan shikoyat qiladi. Chunki u Podshoh Sulaymonning oqilona so'zlarini anglash uchun uzun yo'llarni besib kelgan. Mana hozir bu yerda Podshoh Sulaymondanmi ulug'i va qiyomat kuni Ninavi shahridagi xalqni qo'pib, sizlarning ustinglardan shikoyat qiladi. Chunki ular Yunus payg'ambarning ta'limini anglab, yomon yo'ldan qaytgan. Biroq bu yerda Yunus payg'ambardanmi ulug' birisi sizlarni yomon yo'ldan qaytishga chaqirsa, quloq solmadinglar. Hech kim chiroqni yiqib, uni ko'rinmas yerga yoki dos ostiga yoshirib qo'ymaydi. Aksicha, uyga kirganlar aniq ko'ralsin deb, uni chiroqdonning ustiga qo'ydi. Albatta, sizlarning ko'zinglar teninglarning chirig'idir. Agar ko'zinglar yaxshi bo'lsa, ya'ni ko'zinglar Xudoda bo'lsa, butun vujudinglar yorug'lik bilan to'lidi. Agar ko'zinglar yomon bo'lsa, butun vujudinglarni qorong'ulik bosadi. Shuning uchun hoshyor bo'linglarki, vujudinglardagi yorug'lik emas, qorong'ulik bo'lmasin. Agar butun vujudinglar yorug'lik bilan to'lib, uningda qorong'ulikdan qancha asar bo'lmasa, xuddi nurli chiroq sizlarni yo'rtib turgandek, hayotinglar butunlay yorug'likda bo'ladi. Hazreti Ayso so'zlarini oyoqlashtirgandan keyin bir parisi uni uyiga tamoq taklif qildi. Hazreti Ayso uyiga kirib, dasturxonda o'tirdi. Elqi parisi uning tamoqdan ilgari qo'l yuvish dini qoidasini ado qilmaganligini ko'rib, intayin hayron bo'ldi. Hazreti Ayso uningga: "Sizlar parislar, teshlar, pokiz yulg'anchini qochlarga o'xshaysizlar. Qo'llaringlarni yaxshi yuysizlar, biroq ichinglar ochko'zlik va yomonlik bilan to'lgan. Hey nodonlar, teshini yaratgan Xudo ichiga qarab hisob olmasmi? Shunga kambag'allarga ko'ngil bo'lib, o'zinglar ochko'zlik bilan besib yotgan ta'lluqotlaringlarni ehtiyojli bo'lganlarga beringlar. Shu chaqdilar ichinglar ham teshinglar pok bo'ladi. Holinglarga voy, ey parislar. Sizlar hatto yolpuz, suzab qatorliq dori darmonlarning ondan bir ulushini Xudoga ataysizlar-yu. Biroq haqqoniylik va Xudoga bo'lgan muhabbatga sal qaraysizlar. Oldi bilan bu ishlarni o'rindishinglar kerak. Boshqa ishlarga kelsak, ularg'imi sal qarashqi bo'lmaydi. Holinglarga voy, ey parislar. Sizlar ibodatxonada alohida o'rinda o'ltirishqa, bozorlarda boshqalarning o'zinglarga salom berib, hurmatlishiga amroq. Sizlarga voy. Sizlar xuddi ishlar o'tib ketib etib,
Dəssəb şerib bu sezəlməydiğən, sesib ketken, qəbirsiz yerlikке oxşaysizlər, dedi. Məlum bir Tavrat ustazı Hazreti Eysağa, "Ustaz, bu sözləriniz bizge mu hakaret boldu," dedi. Hazreti Eysa onunğa mundaq cavab verdi. "Sizlərge mu vay, ey Tavrat ustazları, sizlər qattiq diniy qoidalar orqali ko'targili bo'lmaydigan ig'ir yuklarni boshqalarning zimmasiga yuklaysizlar-yu, o'zinglar biror barmog'inglarni midirtib qo'ymaysizlar. Sizlarga voy, sizlar ota bobolaringlar o'ltirgan payg'ambarlarning obidlarini chiroyli yasidinglar. Bu sizlarning ota bobonglarning qilmishlarini yo'qlig'inglardan darak beradi. Chunki ular payg'ambarlarni o'ltirgan bo'lsa, sizlar u payg'ambarlarning qabrlarini yasab turib, ularga ishonmadinglar. Shuning uchun Xudo o'zining danoligi bilan mundaq degan: "Men ularga payg'ambar va elchilarimni avatman. Ba'zilari ular tarafidan o'ltirildi. Ba'zilari ularning ziyonkashligiga uchraydi. Shuning uchun olam opirdi bo'lgandan buyonki payg'ambarlarni o'ltirish gunohlarining hammasiga, ya'ni Hobilning o'ltirilishidan tortib toki ruhoniy Zakariyaning markaziy ibodatxonadagi muqaddas joy bilan qurbonlik supasining orlig'ida o'ltirilishigacha bo'lgan qon qarzlarning hammasiga mushu zamonning odamlari javobgar bo'ladi. Shundoq bularning hammasi uchun sizlar jazoga tortilasizlar. Halinglarga voy, ey Tavrat ustozlari, haqiqat g'azisining oshkuchini qo'linglarga elib, o'zinglar uning ichiga kirmadinglar. Hatto kirishni xohlaganlarni kirgizmadinglar. Hazreti Eysa u yerdan ketgandan keyin Tavrat ustozi bilan parislar uni qattiq so'kib, uningga qiyin savollarni qo'yib, so'zdan tutib elib, ziyonkashlik qilishga fursat kutishdi.